Assalomu alaykum baliq ishqiboz akalarim. Bugun shu noodatiy bir joydamizda endi. Gapim ham topolmay qolyapman. Baliq tutib yuraversanglar ham anaqa tildan ketib qolasizlar. Bo'lib qolasizlar. Kamroq baliqqa boringlar. Hozircha mayda chuyda diqir qilyapti. Qattiq tortinglar, qattiq bizga qattiq. Keliblar tashladik. Keliblar video qilyapmiz. Chiqadi. Mana shu baliq bo'ladi, mana shu. Mana uryapti lekin. Tosh og'irda. Ozgina kuchaytirsam ichini. Tosh og'irlik qilyapti. Xullas anaqa bitta ajoyib joy. Atrof to'la. Dala. Yaqin o'rtada uy yo'q. Suv chiroyli, ko'hna. Güzel. Olib chiqamiz. Normal yurib. Mana baliq ovdamiz. Mulla bilar suvga siyar deb mulla bo'lgan ekanda bir paytlar. Eramizda ancha yil avvallar. Shu mulla bittasi suvga axlat to'kayotganini ko'rib qolib, nimaga axlat to'kyapsan desa, suvga to'ksam oqib ketar ekan, turmaydi ekan desa, deb turib keyin sigisi kelib ketgan. Keyin sigisi kelib ketib, suvga suyarsan bo'lar ekan, sasimaydi ekan, oqib ketar ekan deb suvga suyargan ekan. Mulla. Shuning uchun odamlarimiz ham musorlar tashagan. Nima musor bo'lsa bor, suvdan oqib kelgan va yerga to'planib qolgan. Mulla suvga siyib qo'ymaganda hozir odamlarimiz axlat suvga tashamasdi. Ribalkadamiz, ribalkada.